Sizlar bilan bugun yana men Nodir O'zbek. Ya Nodir O'zbek emas, Nodir Minecraft kanal. Lekin men ikkinchi kanalni ochaman. O'sa nima bo'ladi? Nodir Counter do'stlar. Unimi Nodir Counter ikkinchi kanalimni ochaman. Lekin hozirchalik bu kanalda tushiraman. O'tgan qismda do'stlar, obunachilarim o'tgan qismda biz zombini o'ldiramiz degandik. Qani keting. Videomizga like, comment va portash. Va sizlar juda ham tez 70 mingta bo'lsiz. 70 ta bo'lsiz. Mana shu shortsni qarangizlar. Shorts man yangi chiqargan shortsni ko'rdingizmi obunachilarim? Hamma yoki yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Va bizlar necha o'ldiramiz dedik, zombilar o'ynaymiz dedik faqat. Bugun bizlar ham 100 ta o'ldirishga harakat qilamiz. Qani keting. Zombi kech qismida odam o'ldirgandik, 100 ta odam o'ldirdim deb edim. Endi esa zombilarni o'ldiraman. Zombilar osonga o'xshaydi, lekin u juda ham qiyinroq. Chunki mana ular mana bunday qilib keladi-da, chapish kerak ularni. Orqamdan keladi, yaramaslar. Yo-may obunachilar. Kommentariya yozib qoldiring. Yo-may obunachilar. Men bir haykallik bilaman, mana bu yerga boramizda, zombi o'ynayotganimizda. Sekin asta otishdi, lekin o'ldirdi. Hamma ikkinchi raundda boshlasin, kommentariya yoz. Mana obunachilarim, sevimli obunachilarim. Bir oy bo'lmagandan 70 ta bo'lib qo'ydik. Bir oy bo'lmadi, hali bir oy bo'lmadi obunachilar. Men unga video solganimga bir oy ham bo'lmadi. Unga esa juda ham 70 mingta bo'lib qo'yibdi. 70 ta bo'lib qo'ysa. 70 obunachi bo'lib qo'yibdi. Lekin qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar obunachilar. Qo'ng'iroqchani qattiq bosib tashlasangiz yaxshi degan ma'no bo'ladi. Yo-may. Hardcore rejimi obunachilar. Men ikkinchi Biko Kazaq 5-bo'limga keldi kontrdan. Men uni ko'rdim. Men har bir videoni ko'raman. Bizlar endi ikkinchi qismiga keldik. Shuning uchun aktiv bo'linglar obunachilar. Dunyoda 7 obunachi, menda 671 obunachi. Qanday? Bunyodga ham obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib tashlang Bunyod Kazaqqa. Uning ikkinchi kanali ham bor. Joker O'zbek kanali. Lekin mana shu what the fuck? Joker O'zbek kanali videoga ikkalasiga ham obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Lekin u bola faqat post qo'ymaydi-da. Mayli. Men necha post qo'ydim, kommentariyaga yozib qo'ying. Eng ko'p like bu 21 ta like bo'pti menda. Chunki shortsda 5 like, ko'pisida 5 like bo'ldi. Tabriklaymiz deydi. Lekin bu Kazaqda ham like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar ularga ham. Unga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, u yaxshiroq bo'ladigan edi. Xolos. Yaxshiroq bo'ladigan edi. Va kommentda ko'p yozyapsizlar. Rahmat sizlarga, juda ham ko'p yozyapsizlar, lekin
Mingdan oshiq komment emas-ku, ya. 10dan oshiq komment bo'lmaydi hali. 5 dan oshiq komment bor hali. Unga ham rahmat aytib qo'yamiz. Lekin sizlar ham hozir kommentariyaga yozib, mana ularni nechalasini o'ldira olaman kommentariyaga yozib qoldiring. Ya'ni video davomigacha. Obunachilar degan like, obuna, komment yozadigan odamlardir. So ichalasini qilishingiz kerak. Lekin sizlar obuna bo'lgan bo'lsangiz, rahmat bo'ladi. Lekin sizlar like bossangiz, undan ham ko'proq rahmat. Agar siz komment yozsangiz, 100 ta rahmat. Nima rahmat deb o'tiramayman-ku. 100 ta deganni bir qilib qo'yaman dedi. 100 ta rahmat aytish juda ham qiyinroq. 100 ta rahmat komment. Chunki bizlarda komment juda ham oz. Va like ko'proq endi sizlarni o'rgatamiz deganda ko'p. Obuna esa undan ham ko'p bo'lib ketdi. Ana bu Binot Qozoqqa ham obuna bo'ling. Joker O'zbek kanaliga ham obuna bo'ling. Mana Discorddan chaqirsam ham, chaqirmasam ham u chaqirilmayapti. Ki qo'lim bo'sh emas deydi, yopib qo'yadi. Men umuman Discorddan chaqira olmayapman. Discorddan buzildimi yo'q? Ana bu Discorddan yumush ko'pmi nima balo. Men birgalikda video qilamiz deganda, lekin men endi tushundim obunachilar. Qancha ko'p post qo'ysang, shuncha ko'p obunachi bo'lar ekan. Menda esa hozircha 4 ta post nima balo. Men o'zimning postim ko'rmadim, lekin juda ham 4 dan ko'p nima balo. Ye. Obunachilarim. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Obunachilar, men 38 ga ham kel. Video basida emas, videolarda aytganimdek necha odam o'ldira olaman kommentariyaga yozib qoldiring. Men sizlarga prank qilgandim chunki men 4 marta o'lib, 39 marta o'ldirdim. Hozir men 100 ga borganga o'xshayman, obunachilar. 100 ga o'xshayman, 9 bo'ldim. Mana bu yutuqni kun davomida olishim kerak. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ko'p odam har xil narsalar yozadi. Va lekin mana bu nimagadir og'izga o'xshayapti. Do'stlar, hozir men nastroykaga kirib turlab olaman. Do'stlarim, ishlayman. Obunachilar 10 ga 11 da. Juda ham qiyinroq emas, osonroq. Mana 27 qilib qo'ydik. 27 ko'proq. 32 qilsang 120 bo'lsa ham 41 odam bo'lishi ham mumkin. Chunki mana shunday videoni chiqarishni xohlaysizmi hozir aytaman. Mana shunday video. Hozir mana ular miltiq tashlab ketadi-ku. Mana shu miltiqlardan men hech qanaqa pul ishlatmasdan ishlab ko'raman. Mana shu yomon miltiqlarni tashlab ketadi-ku. Mana shunday 50 odam o'ldirishim kerak. Obunachilar har xil miltiqlar tashlab ketadi. Birlar zo'r miltiq, birlar kuchsiz miltiq. Mana shu miltiq sotib olmayman-da. Mana shunday video uchun 80 obunachi kerak. 80 obunachi.
80 obunachidan keyin mana bu ikkinchi qismi bo'lmaydi chunki mana bu videoning men chiqaradigan video ikkinchi qismi bo'lmaydi. O'rana uchinchi qismi ya. Bu mana bu ikkinchi qismi. Lekin ana miltiq begonalar laqtib ketadigan miltiq bor-ku, mana shu birinchi qismi bo'ladi. Chunki u boshqa narsa-da obunachilarim. Obunachilar sizning o'zingizning ismingizni yozib qoldiringda. Ya'ni qiz bo'lamisiz, o'g'il bo'lamisiz deganlardayda obunachilar. Va necha bo'lib? Yana men ikkinchi kanal ochmaymi kommentariyaga yozib qoldiring. Yaxshimi obunachilar, kommentariyaga yozib qoldiring men. Obunachilar, men ikkinchi kanal ochaymi? Nodir Counter degan yoki birinchi kanalda video chiqaraveraymi Counter. O'zingiz shaxsan yozib qoldiring. Ochsang desang ochaman, ochmasang desang ochmayman. Men 2023-yilda ochibman o'zimning kanalimni, Nodir O'zbek kanalini. Men Chrome kanali edi. Chromedan Nodir O'zbekka o'tdim, Nodir O'zbekdan Nodir Minecraftga o'tdim. Endi ikkinchi kanal ochmasam ham bo'lmaydi. Ikkinchi kanalda esa kontrlarni tez o'ynab turaman. Lekin vaqti kam bo'ladi. Bilmadim nimaga vaqti kam bo'lganini. Chunki men videoni to'xtatib ketaveradi. Ko'p vaqt bo'lib ketsa 32 sekund degandek, 32 minut deganlarda. Ikkinchi kanal ochaymi, ochmaymi degan o'ydaman. Qozoqning o'zi ikkinchi kanal ochdi, lekin unda necha obunachi bo'lganini 2 degina obunachisi bor ekan, o'zida 7 obunachi bor. Men video chiqarmaganimda 5 degina obunachi edi. Men video chiqarganimda sizlarni o'rgatamiz deganda bir video chiqarganimda 10 ta obunachi bo'lib ketdi. Mana shundan keyin asin ko'taraverdi 70 bo'ldik obunachilar. Katta rahmat. 70 bo'lgan uchun katta rahmat. 80 bo'lsak mana shu video chiqaraman. Tez chiqaraman deb umid qilaman, men o'zim kanalimni kamroq ko'raman. Ya 4 gina jonim qoldi men. Yo 64 Minecraftda bir stack. 64 jon. Humuslar kazandı. Humuslar win dedi. Türkiye'de oynar, Türkiye tilde oynagan mana humuslar kazandı dedi. Lekin men inglizcha o'ynayman. Men inglizchani ko'proq bilaman. Win degan yutdi. Minecraftda ham inglizcha o'zim. Men haqiqatan inglizchani bilmasam ham Minecraftda Counter'da ko'psini bilaman. Nimaga bu? Juda ham rasul. Minecraftda banan qo'shilsa siz nima qilardingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Lekin uni yeb bo'lmaydi. Men esa tekstura qilib beradigan. Chunki ramkaga ko'p narsa qo'yiladigan edi. Videomizga like va bunaqa mana bu yerda men 70 ta bo'ldim-ku. Yo obunachilar mana hayotimda qutqarib qolgan kim ekanini bilmadim, lekin rahmat. Botlar bo'lsa kerak. Ikkinchi marta. Men 71 obunachi bo'ldim. Hozircha 71 obunachi. 80 ga yetsak. Men boya aytgan narsani qilaman, lekin tez chiqarmayman dedim. Tez chiqarmayman deb
umid qildim. Videoning ikkinchi qismi bo'lmaydi. Chunki ikkinchi qismi u boshqa narsa bilan bo'ladi. Yo. Har xil narsalardan tushirib ko'raman men. Har xil narsadan mana 70 ta bo'ldik. Men nima 70 tadan chiqaraman? Hammani chiqaryapman. Va men ozgina qoldi. Video mashinadan o'lib ketdi. Video. Like aytaman endi. Like demasin. Like. Obuna. Bo'ling. Degandan ham o'lib ketdi yaramaslar. Degandan aytishim kerak. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling-da. Ana orada 80-ku. Men 80 odam o'ldirdim-ku. Mana shunday bo'lishim kerak. 80 ta obunachi desa, bizlar o'yning oxirigacha 80 ta bo'lsa yoki 90 100 bo'lib ketsak, men nima qilaman bilmayman. Xudo xolasa bo'lamiz. Ammo 2 gina odam qopti, 3 gina odam qopti, 4 gina odam qopti. Mana burada kam bo'lib qoptim. Yomg'ir yog'an ostida keting dedim. Men ketaman dedim. Nima bo'ladi? 80 obuna. 80 obuna bo'lsa, obunachi bo'lsa, yoki obuna bo'lsa, men shu videoni chiqarishga harakat qilaman. Lekin tez chiqarmayman chunki men bir ikki kundan keyin ko'raman 81 ta obunachi bo'lganlarni. Ammo tezroq chiqarishga harakat qilaman. O'z kanalimni kamroq ko'raman. Yo. Obunachilar mana bu tugab qoldi. Nima bola qilamiz endi? Tugab qoldi. Birovning miltig'ini olib ketdim. Uyalmay birovning miltig'ini olsam ham bu insofli odam edi. Chak. Lagi pro kayak benda bola. Hey obunachilarim. Mayga obunachilar mana o'ldirib tashladi. Hımızlar kazandı dedi. Mana vangoya çıktı. Malum çıktı ko'p payt foydalanganlarim. Lekin o'zi sharqcha, narcha, narcha. Men nimaga yurakchani bosib qo'ydim? O'tir. Mana senga archer. Yomon odamlar bo'lgan yaxshimi yoki yaxshi odamlar bo'lgan yaxshimi? Kommentariyaga plus deb yozib qo'ying yoki plus deb yozib qo'ying. Plus deb yozib bo'lmay, shuning uchun plus qo'yib qo'ying. Mana burada yuqoriga chiqsak. Yo, obunachilarim. Yordam. Yo. Obunachilar bani qayim bo'ldi menga. Lekin sizlar ikkita ina kurobka emas. Ikkita
knopkani bosib qo'ysangiz sizlarga umuman qiyin bo'lmas edi. Men juda ham qo'rqib ketdimki, mana bu odam bo'lmasa men o'ladigan edim. Ya'ni mana undagi odamlarim meni qutqarib qolishdi. Orqamdan kelayotganda mana unday. Mana o'rdagi odam ham qutqarib qoldi, lekin o'lib qoldi. Umrlari uzoq bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. 96 odam. Mayin. Yog'ib ketsin yomg'ir, seni menga, meni senga. Yomg'ir, mayin, suv berdi yomg'ir. Seni menga, meni senga, ushirgan zombi. Va nihoyat topshirdim. Obunachilar 20 minut bo'libdi. Omega hayır obunachilar, bugungi videomizda men 100 odam, 100 zombi o'ynadim. Va ko'rdingizmi meni jonimni, ko'rib turibsiz mana mening jonimni. Bittagina jon qolgan obunachilar. Omega hayır obunachilar.